2-3 marta o'tkazib yuborishga ham to'g'ri kelgan. Kechki payt 5-6 lar rosa tirband bo'lib ketadi. Uzoq vaqt kutib turishga to'g'ri keladi. Mana kelmayapti. Yo'q-ku mana turibmiz. Transport vazirini o'zi yurib ko'rish kerak. Probkada qolib ketamiz. Vaqtida 1 soat ham bo'ladi. Ayrim payt oraliq interval cho'zilib ketadi. Minish qiyin bo'ladi jamoat transportiga. Parkovkalar pullik qilindi. Jamoat transportlari bunga tayyormi? So'nggi paytlarda shaharda avtomobil harakatini tartibga solishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri shahar markazi va ayrim hududlarda parkovkalarni pullik qilishdir. Rasmiy izohlarga ko'ra, mazkur qaror transport oqimini kamaytirish, tirbandlikni qisqartirish hamda aholini jamoat transportlaridan foydalanishga rag'batlantirish maqsadida qabul qilingan. Biroq bu qaror jamoat transporti yetarli darajada rivojlanmagan sharoitda qabul qilingani aholi orasida haqli savollarni tug'dirmoqda. Agarda metro va avtobuslar qulay, barqaror va barcha talabga javob beradigan tarzda ishlasa, albatta fuqarolar o'z shaxsiy mashinalaridan voz kechib jamoat transportlarini tanlaydi. Ammo amaldagi holat bunga qay darajada javob beradi? Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Toshshahar transport xizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi 8 ta avtobus saroyi orqali hozirda shahar bo'ylab 165 ta yo'nalishda yo'lovchi tashish xizmati ko'rsatilmoqda. Yo'nalishlar bo'yicha jami 1662 ta rejaviy jadval shakllantirilgan bo'lib, pullik qatnovlar soni 23883 tani tashkil etadi. Bir kunda tashilayotgan yo'lovchilar soni esa o'rtacha 1,460,000 nafarga teng. Bir qarashda bu ko'rsatkichlar shahar aholisini jamoat transporti bilan ta'minlash uchun yetarlidek tuyulishi mumkin. Ammo muammo raqamlarda emas, ularning qanday taqsimlanayotganida va qay tarzda amalda ishlayotganida. Jamoat transportlari sizga qay darajada noqulayliklar keltiradi? Odamlar tiqilishligi, ko'proq o'sha havoni boshqacha havo bo'ladimi? Ko'p odam bo'lsa. Noqulay ob-havo sharoitida odam ko'p bo'lishi, ba'zida vaqt oraliqlari uzoq vaqt kutib turishga to'g'ri keladi. Shu taraflama. Mana kelmayapti. Yo'q-ku mana turibmiz. Qancha muddatdan beri kutyapsiz? Bizga hamma bir umid bo'ldi. Uncha ko'p bo'lgani yo'q, lekin probkalar rosa ko'p bo'ladi-da. Masalan, avtobusga chiqqaningizda probkalar ko'pligidan ichingiz siqilib ketadi-da. Shunisi qiyinchilik tug'diradi salpa. Jamoat transportlari qulay, lekin tirbandligi, oraliq masofalari, ya'ni tanaffuslar sal qisqaroq bo'lsa, ancha yaxshi. Metro, men asosan metrodan foydalanaman, metropolitendan. Metropolitenda muammo yo'q, lekin ertalabki lekin passajir oqimini lekin ko'tara olmaydi, juda ham tirband. Mana transport vazirini o'zi yurib ko'rish kerak, o'shanda his qiladi. Metrolarda noqulaylik shu odam ko'p, reyslar kam baribir avvalgiga qaraganda. Aholi ko'payapti Toshkentda. Shuning uchun transportda odam ko'pligi noqulaylik tug'diradi. Ayrim bekatlarda masalan 2-3 marta o'tkazib yuborishga ham to'g'ri kelgan, to'lib kelganligi, masalan Paxtakor, Alisher Navoiy bekatlarida ayniqsa persatga qilish jarayonida juda ham minish qiyin bo'ladi jamoat transportiga. Masalan, vaqtga bog'liq-da. Siz mana salonda sentrroqda bo'lsangiz, o'rtaroqlarda bo'lsangiz, rosa ko'p tirbandliklar bo'ladi-da. 1 soat masalan 2 soat umuman ko'p qolib ketgan vaqtlar ham bo'lganda. Tirbandlikda faqat shu probka bo'lyapti yo'llar. Kechqurun ishdan qaytganimizda probkada qolib ketamiz. Faqat mana bu ertalab soat 8-9 da, kechki payt 5-6 lar rosa tirband bo'lib ketadi. O'shanda noqulaylik bo'ladi. Ayrim yoshlarimiz umuman aql nimasi yo'q, kattalarga joy berishni bilishmaydi. Mana qo'limizda yuklar bilan indamay o'tirishadi telefonga qarab. Joy tiqilinch bo'lib ketadi. Ko'proq qilishsa yaxshi bo'laydi. Ayni tirbandlikda. Tirbandliklarda qancha muddat qolib ketgansiz? 15-20 minutlar bilan qolamiz. Sovuqda ayniqsa qiyin, mana yog'ingarchilik paytlarida. Shu avtobusda, metrolarda ham ayrim payt oraliq interval cho'zilib ketadi. Noqulaylik tomonlarini aytsak, shu aholi juda ham ko'pchilik tushadi. Shu noqulaylik tomonlari shu. 15-20 minutdan qolib ketamiz. Universitetga o'qishga kech qolgan paytlarimiz bo'lgan. Shu asosiy muammomiz shu. Aholi ko'proq tushadi. Transport noqulayligini bilmadim, yarim soatdan keyin sessiyam boshlanadi. Jamoat transportdami? Shahardagilarda yaxshi-ku, lekin o'zimiz chetdagi, Toshkent tumanidagilarda juda yomon. Juda. Masalan, o'sha avtobuslarning kamligi Toshkent tumaniga ancha ko'p kam avtobus qo'yilgan. Ertalab tirbandlikni ko'rsangiz, ayniqsa yosh bolada shaharga qatnaydigan o'quvchilar juda ham qiynalishadi. Yaqinda даже ko'ngilsiz voqealar ham bo'lib o'tdi. Tirbandliklar qancha muddat qolib ketgansiz? Oho, ancha.
endi vaqt bo'ladi, 40 minut vaqt oladi, yarim soat vaqt oladi, vaqtida 1 soat ham bo'ladi. Yo'lovchilarning ta'kidlashicha, ayrim yo'nalishlarda avtobuslar orasidagi intervallar uzoq bo'lib, kutish vaqti me'yordan oshib ketmoqda. Ayniqsa ertalab va kechki tirbandlik vaqtlarida avtobuslar to'lib ketishi qatnovlar soni talabini qondirmasligini ko'rsatmoqda. Bu esa fuqarolarning ishga, o'qishga yoki boshqa manzilga o'z vaqtida yetib borishga qiyinchilik tug'dirishi tabiiy. Shuningdek, jamoat transportidagi servis sifati, salonlardagi zichlik, ayrim avtobuslarning texnik holati bilan bog'liq masalalar ham tez-tez muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu omillar jamoat transportiga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Xulosa qilib aytganda, avtomobil harakatini qisqartirish choralari samarali bo'lishi uchun sifatni oshirish, harakat intervallarini qisqartirish va yo'lovchilar uchun qulayliklarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Aks holda parkovkalarning pullik qilinishi transport muammosini hal qilish o'rniga aholi uchun qo'shimcha moliyaviy va maishiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu esa qarorga nisbatan norozilik kayfiyatining kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin.